Sukunat ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kabi. Instagram asirasiga aylangan Ummu Kulsumning ibratli hikoyasi. 3-qism. Yana bir kun Ummu Kulsum bir talay rasmlar joyladi. Ortidan esa niqob taqib, faqatgina surma surilgan ko'zlari ko'rinib turadigan rasmini joylab, pastiga Hazrati Fatima roziyallohu anhuning iffati haqidagi post yozib qoldirdi. Kuzatuvchi yigitlar eng chiroyli komment qoldirish bo'yicha go'yo musobaqalashayotgan edilar. Ummu Kulsum erkalanib, uyqusi kelayotganini aytib, Instagramdan chiqdi. Yuziga maska surdi. Uyquga ketdi. Ummu Kulsum uxlayotgan edi. Tahajjud vaqti. Peshonasi terga botgan, yerda sudrilayotgan edi. Nega tura olmayapti o'rnidan? Og'riqlarchi? Yuzi, oyoq qo'llari og'riyotgan edi. Sochlari yonib ketgan edi. Juda xunuklashib ketgan edi. Go'zalligidan asar ham qolmagan edi. Atrof to'la odam, hamma unga qarardi. Ustida kalta bir ko'ylak bor edi. U ham yirtiq yamoq edi. Hamma unga irkanib qarar, qo'li bilan ko'rsatardi. Ayniqsa yigitlar qochadigan joy qidirardi. Uzoqda bir qoyaga ko'zi tushdi. Qoyadan nur taralardi. Ustida bir yozuv. Uzun keng ko'ylak va ro'mol bor edi. Bu o'sha buvisi unga olib bergan keng ko'ylak edi. Uning ustida esa Qur'oni Karim bor edi. Yugurib borib o'sha ko'ylakni olib kiyib olmoqchi bo'ldi. Ammo qaniydi bora olsa, qaniydi qo'llari yetsa. Yonginasida turganiga qaramasdan yetib bora olmasdi. Allohning oyatiga o'sha ro'molga qo'lini uzatsa, og'riqlardan ingrar edi. Xuddi bir to'siq bor edi. Uzoqlarga qaradi. Nur ustida nur. Kim bor? Kimdir menga yordam bersin deb baqirdi. Oppoq ko'ylakda, oppoq ro'molda nur yuzli go'zal ayol keldi yoniga. Ko'zlaridagi yosh yuzidan oqib, tuproqqa tushar, tushgan joydan esa gullar o'sib chiqardi. Yaqinroq keldi Ummu Kulsumning yoniga. Ko'z yoshlari Ummu Kulsumning ustiga tomar, tomgan joyidagi yaralar va og'riqlar tuzalardi. Sen kimsan? Sen menga yordam bera olasan. Qara, yaralarim yaxshi bo'lyapti. Iltimos yordam ber menga. Nur yuzli ayol boshini egdi. Yordam bera olmasligini aytib, orqasiga o'girilib keta boshladi. Ummu Kulsum ortidan baqirdi. To'xta, qayerga ketyapsan? Nega yig'layapsan? Men tufaylimi? Shu payt birdan Qur'ondan bir oyat eshitila boshladi. Qur'ondan oyat o'qiyotgan inson bunchalar ham chiroyli qiroat qilmasa, ovoz ham tanish tuyulardi. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Nur yuzli ayol Ummu Kulsumga qayrilib qaradi va dedi: "Faqat men emas ko'z yosh to'kayotgan. Otam Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham yig'lamoqda. Men Abdulloh o'g'li Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning qizi Abu Tolibning o'g'li Alining jufti Fotimaman." Hayrat to'la nigohlar bilan qarab turardi Ummu Kulsum. "Kaftingni och." Ummu Kulsum kaftlarini ochdi. Kaftiga bir tomchi yosh tushdi. Tushishi bilan hamma joy nurlarga to'lib ketdi. "Yo Rabbim, bu nima?" Bu otamning ko'zlaridan soqollariga, gul iforli soqolidan kaftlariga tushgan bir tomchi yosh deb javob berdi Hazrati Fotima. Allohu akbar deya uyg'onib ketdi Ummu Kulsum. Titrayotgan edi. Xuddi kuygan joylari hali ham bordek. O'ziga bir qaradi. Hamma joyi sog' edi. O'ng qo'liga qarasa, tomchi ko'z yosh hali ham bor. Hidladi. Qo'lidan gullarning ifori taralardi. Ummu Kulsum ovozi boricha baqirib yig'lardi. "Allohim, men bunga loyiq emasdim. Shuncha gunohim bo'la turib-a, Robbim nega men? Otam, onam sizga fido bo'lsin gul yuzli payg'ambarim", deya soatlarcha yig'ladi. So'ng bir ro'molcha olib ko'z yoshlarini artdi va shu ro'molchasini Qur'oni Karimning ichiga solib qo'ydi. Nur surasining oyatlari orasida saqlardi. Darhol turib tahorat oldi, tavba qildi. O'tirib tinmay yig'ladi. Xayolida Fotima onamizning so'zlari aylanardi. Eslagani sari battar yig'lardi. Tun bo'yi jaynamoz ustidan turmadi. Tizzalari, ko'zlari og'rib ketgan. Onasining iltimosi bilan oyoqqa turdi. Shu haqida hech kimga aytmasdi. Birinchi qilgan ishi telefonini olib, Instagramdagi rasmlarini o'chirish bo'ldi. Ammo rasmlari faqat Instagram sahifasida emas, boshqa turli xil saytlarda ham bor edi. Ularni o'chira olmadi. Battar yig'lashga tushdi. Telefonini devorga otib yubordi. Oynaga qaraganida profiliga joylagan turli xil rasmlari va shuda ko'rgan o'zining ahvoli. Kuygan yuzlar va sochlari hali hamon xayolidan ketmasdi. Yana yig'ladi. O'ksib yig'ladi. "Ming la'nat bu ko'zga. Agar men payg'ambarimni ko'ra olmasam, bu go'zallikni nimaga keragi bor menga? Hammaga yoqishni, go'zal ko'rinishni xohlashlik orzusi. Allohim, nafsimdan senga sig'inaman. Menga yordam ber", deb yig'lardi.